yer yuzida qanaqangi bo'lmag'ir ish bo'lsa shu meni topib kelaveradi borib. Xullas, mana shunaqa narsa esa berishimiz kerak ekan. Buni yamab, ular bir balo qilib, xullas amallab qilib berishimiz kerak ekan. Ular kleylab qilib beraman desam, yo'q deyishdi. Bo'lmasam dedim, yangi materialdan qilib beraman dedimda, yangi material oldim. Yangi material olib turib, uzunligida kesib olib, xudo xolasa buni noldan chugundan yasab beramiz. Materiali chugun, kleylasak ham ushardi-yu, endi egalari yo'q deyishdi. Mayli, klient всегда прав deydi-yu, pul berayotganda shunaqa bo'ladi. Xullas, buni tarsofga qilib, uchini olib tashlab, keyin ustlarini tekislab tozalab oldimda, keyin buni mana uzunligini bir xil qilib oldim. Ikkalasining uzunligi bir xil bo'ldi. Xullas, keyin buni chuturklash qo'yib, patronga qo'yib turib, senterlarini topib olib, xudo xolasa обработкасini boshladik. Shunaqa gaplar. Shunaqa qilib akalar, bizning ishimiz tugadi. Shu bilan xudo xolasa endi buni frizirovщикка bersak, frizirovщик yo'llarini olib beradi. Endi u yog'ini ular qiynaladi. Shunaqa gaplar qilib bo'ldik, xudo xolasa endi 300 ming pulni olsak bo'ldi. Mana frizirovщик tog'amiz ham bo'ldi, xudo xolasa ishini. Mana shundoq bo'lib chiqdi, tayyor bo'lishi. Nima deysizlar, o'xshabdimi ozgina? Men bunga qaramang, lekin buni bu yog'i rezbasi o'zi shunaqa. Xullas, shunaqa bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas.